أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 92. Sura Leyl Mekke'de nazil bo'lgan 21 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Qarang'uliqi olamni qoplagan kecha bilan qasamki, yo'rg'an chaqdagi kunduz bilan qasamki, ayolni yaratgan zot Alloh bilan qasamki, sizlarning amalinglar shak shubhasiz qildir. Pul milini Allah'ın roziligi uchun sarf qilgan, taqvodorlik qilgan, kalima tavhidni tasdiq qilgan odamga kelsak, uningga biz yaxshi yo'lni muyassar qilib beramiz. Bexillik qilib Allah'ın savobidan o'zini behojat hisoblagan, kalima tavhidni inkor qilgan odamga kelsak, biz uningga yomon yo'lni muyassar qilib beramiz. U do'zaxga tashlangan chaqda uning meli hech narsaga asqatmaydi. To'g'ri yo'lni ko'zitishga shak shubhasiz biz mas'ulmiz. Dunyo va oxirat shak shubhasiz bizning ilkimizdadir. Sizlarni lovuldab turgan o'tdan ogohlantirdim, uningga faqat haqni inkor qilgan, iymondan yuz o'rgan odamlar kiradi. Paklanish uchun mol-mulkini yaxshilik yo'llarga sarf qiladigan odam uningdan, ya'ni o'tdan yiroq qilinadi. Uning qilgan yaxshiligi birovning yaxshiligini yondirish uchun emas, faqat ulug' Parvardigorining roziligi uchundir. U ya'ni ihson qiluvchi odam Parvardigorining bergan mukofotidan cho'qim rozi bo'ladi.